شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان يا حبيب رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hani bir rahat otsak, hayacanlanıp ciddi otsak, biz hem ciddiyleşip sohbet abdan çıkmaya qaradı. Şunda rahat namazını abdan ciddi okudık. Sal munda nima qilib yaqinroq kelib sal yaqinroq. Yana saflarimizga qaytib olamiz. Sal yaqinroq. Hamda bugungi mavzuyimiz tan salomatlik haqida deb shu mavzuni tanladik. Oyat hadislar albatta bor, faqat men kichkina bir ixcham bir rivoyat bilan boshlamoqchi bu suhbatimni. Eng adil xalifalardan bo'lgan Harun Rashid hazratlari hem xalifa, mansabdor, hem boy, dunyoga larzik etgan adolati bilan mashhur Harun Rashid desa tunimaydiganlar yo'q. İslam tarixidan mashhur. Shu Harun Rashidga bir vali zot kelib savol so'rabdi. Taqsir olam sizga ikki savolim bor, shu ikki savolimga bir javob bersangiz debdi. Kamtar sodda bir dehqon odamdan birisi kelib. İkki savolning birisi shukanki, tasavvur qilaylik, xayol qilaylik, cho'lda ketyapsiz. Qattiq ustab ketdingiz. Bir tomchi suvga zor bo'ldingiz. Lavlaringiz qurib ketdi. Faqat ichishga, qinib ichishga bir suv bor. Lekin shu podshohligingizdan, xalifaligingizdan voz kechsangiz suvni ichsangiz desa qanday qilardingiz degan savol. Harun Rashid hazratlari ikkilanmasdan yayrab qinib Allohning eng ulug' ne'mati bo'lgan suv ne'matidan foydalanib alhamdulillah bismillah bilan boshlab alhamdulillah deb rahatlanib ichgan bo'lardim. Men sipimdan ketsam ketdim debdi. Endi ikkinchi savol o'tayli hazrat debdi. İkinci savol qaysi ekan? Shu og'zimizni ichdikanmiz suvni. Quyuq tomoqni shu og'zimizni yeydikanmiz, suyuqlikni ham ichadikanmiz. Shu suvni ichgandan keyin shu o'zining majrosidan, eqimidan mangmay to'xtab turib qolsa. Suv mangmidi, to'xtab turib qoldi. İchgan suv. Qattiq hojatga ehtiyojingiz bor, lekin iloji yo'q. Rahatlanib bir hojatingizni ravo qilishning imkoni bor, faqat mol mulkingizdan voz kechsangiz shu bor desa, mol mulkimdan ham voz kechib rahatlanadi. Shu suvni o'zining majrosidan chiqish uchun mol mulkimdan berishga rozi bo'ladi debdi. Unda bo'lsa podshoh odam ko'p faxrlanib, men xalifatul muslimin, mening hamma qulam edi deb maqtanib ketmasangiz ham bo'ldi ekan. Sizning podshohligingiz bilan mansibingiz shu bir chini suvdan iboratkan-ku deb ketibdi. Bu vali zotning nasihati Harun Rashidga necha yil yetibdi. Qarasizlar, tan salomatlik. Endi shu Xotanda tib qattiq rivojlangan, bizning yurt rivojlandi tib. Mush kasal bo'lishlik, tan salomatning yaxshi bo'lmasligi hammasi yemak, ichmak bilan munosabatlik. Havo bilan munosabatlik, pokizlik yoki pokiz bo'lmaslik bilan munosabatlik holatlar. Endi pokizlikni desak, bizning dinimizda diniy kitoblar, fiqh bo'lsin, hadis bo'lsin, ko'p kitoblar birinchi kitobi tahoratdan boshlaydi. Kitobi tahoratni o'tgandan keyin kitobi salatga o'tib, keyin oxir qarab ketadigan gap. Tahorat degan poklik, tozalik degan gap. Mushu 3 yil oldin kasal bo'lgan vaqtda qo'lni unday yuvish kerak, bunday yuvish kerak, hojatxonadan chiqqandan keyin bunday oddiy yuvib qo'ysiz bo'lmaydi deb o'tib ketdi. Necha asr burun biz mustahab qilish tahorat qoidalarini o'rgangan. Mana an-nazafatu minal iymon. Poklik iymondan deyildi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir muborak hadisda ni'matani maghdubun anhuma kaseerun minan nas as-sihha
va vaqtul firaq. İki çoğun nimet var ki adamların jiqi şu nimetden mahrum. O nimet her zaman boğaçqa aldığımızda. Ay aldığımızın aqqan sunun qadri yo'q deb her zaman bu tayya bo'lgan narsaning qiymatini yaxshi bilolmaydi ekanmiz. Her zaman aldığımızda bu narsaga shuni duo qilmaydi ekanmiz. Hech angladikmi biz? Ey Alloh, erta bir kun chiqarib bersin bizga. Bugun bir yetib uxlaymiz, kecha o'z vaqtida davom etsin. Yoki iftorga oz qolganda bugun bir iftor bo'lsin, quyosh kirib ketsin deb duo qilganini hech anglamadik. Lekin yomg'ir yog'may, qahatchilik bo'lib ketib, etizliqligi suv, boshliqli suv bo'lmay qolsa, ya Robbi deb yosh bolalarning qirilini chiqib, maydonga chiqib duo qilamiz. Nimishqa? Su her zaman ise qadri yo'q, lekin etizliqli qurib qolgandan keyin, mo'l usulli bo'lmagandan keyin, ocharchilik boshlangandan keyin, ya Robbi deb duo qilishga boshlaydi. Bu kun har kuni chiqib kirib ketgandan keyin, oyam kirib chiqib ketgandan keyin kun chiqsin, quyosh chiqsin deb duo qilmaydi ekanmiz. Chunki ulta tali kunab qoldi ekanmiz-da. Bu tan salomatlik ham shu ekanda. Qo'limiz harakatlanib, putimiz harakatlanib tursa, men mushundoq mangdigan o'xshayman deb qattiq ishinib ketdi ekanmiz. Mushu xalqlar bilan urushib, so'qishib, azroq narsaga chidamay, mushatidiganlar o'zining kuchiga ishinib, ertaga qo'li titrab, nogiron bo'lib qolganda, mang'amay, hosibiladan mang'amay qolgan ahvolda bo'libdi. Shuning uchun bu tan salomatlik bu dinimizda bakmu muhim. Endi bir oyat, bir hadis bilan boshlaymiz. Oyat shuki: Ya astaizu billah, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ey odam bolasi, masjidga borganda zinatingizni kiyin dedim. Kiyimingizni kiyin deganni o'rniga zinatingizni dedi. Endi olimni tafsirda nimishqa kiyim demay zinat dedi deganda pokiza kiyim kiyish, oq kiyim kiyish, jamoatning orasida burab qolmaydigan, talab qolmaydigan, yarishimli kiyimni kiyib berish deb tafsir qiladi. Chunki arablar Ka'bani shu jaholat paytida yalang'och tavob qilsa ko'p savob bo'ldi deb, kiyimsiz tavob qilgan holatlar bo'lg'achqa masjidga kiyimlarni kiyib beringlar deganimiz. Bu ham bir pokizlik. Avratni yepib, pokiza kiyimni kiyib minish, kiyimni yuvib kiyishlik, bu ham pokizlik, bu ham tan sog'lomlik bilan munosabatli holat. Tasavvur qilaylik birodarlar, hammamizdan da yosh cho'ngning nimasini o'tgan. Burun kiyimlarimizni yuvish imkoni bo'lmay qolgan vaqtda shu suv iloji bo'lsa, azroq bir bardoq suv. Kiyimlarimizni yuvishning imkoni bo'lmay qolgan vaqtda qanday holat bo'ldi desizlar? Endi buni bilamiz. Mush kiyimni tikilgan tikishiga pitbesib ketadigan holat bor. Men buni eslayman yosh vaqtimizda. Nimunda bu kiyimimiz pitlab qoldigan-ku deb hayron qolamizda. Yumag'anlikdan, badandan cho'milmaganlikdan bo'lgan ahvol ekanda bu. Shuningdan teri kasalliklari ko'p kasalliklar chiqadi ekan. Shuning uchun bizning dinimizda mush yevropaliklar cho'milishni bilmaydigan vaqtda hech bo'lmasa juma kuni bir qatam cho'milishlik sunnat. Pokiza cho'milib, hammaman birinchi musulmon davlatida ijod qilinganda tan salomat bilan munosabatli holat. Endi oyatning davomida vakulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya'ni ichinglar isrof qilmanglar, Alloh isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi dedi. Mufassir olimlar deydiki, mushu kasalliklarning asosiy qismi yeb ichish bilan munosabatlik mushu oyat tibbiyotning asosiy qismini tashkil topadi deydi mushu oyat. Va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin degan oyat tibbiyotningki asosiy qismini tashkil topadi deydi. Ya'ni ichinglar isrof qilmanglar, Alloh isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Uzr. Bismillahirrohmanirrohim. Sonra kanat iş aldık hem nasıl vazgeçtik razımız. Hem de muşu ayetini yani güçlendirdiğim bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yakfi libne ademe luqaymatun. Bazı rivayetlerde akalatun. İkisinden bir xil gap. Luqaymat deganning ismi tasg'ir deymiz. Bir qancha loqma degan gap. Endi loqma desa polon yeganda qo'limda ushlab og'ini bir loqma emas u. Kichikroqda 3 barmoqda og'inimiz bir loqaym bo'ladi. To'liq olsak loqma bo'ladi-da. Kichikroq olsak loqayma bo'ladi. Uning ko'pligi luqaymat. Yakfi libna adam luqaymatun yuqimna sulbahu.
O'sha turishga, o'rtirishga bir mag'duriyatga imkoni bo'g'ichidek tamoq inson bolasiga yetadi aslida deydi. Ham bizda shuna gap bor-ku, abi tamoq yeyasizlar, bo'shdaga urtmaydi degan gap bor, ha? Bo'shdaga urtmaydi degan gap bor. Tamoq yesa, shu ma'daka ishlab baqaldi bilasizlar. Ash suyuq tamoq yetib past qattiq achchiq keldi undan keyin. Poloy yetib pastsa yayrab ketadi. Chunki ishlanmaydi-da bu jarlar. Agar tamoqni yemasa, suyuq tamoq bilan qo'sqilib tushib ketadi. U ishlash ham, mehnat ham hammasi tamoq bilan munosabatlik. Endi bu oyatda yakfi ibn adam luqaymatun yuqimna sulbahu. Depolab, endi bizning tamoq yeyishni, ichishni, dasturxonlarni yozib, oliy tamoqni, har xil tamoqni yeyishni yaxshi ko'rishimizni bilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va in kana la budda. Endi bak iloji bo'lmay qolsa degan gapni arabcha bilasizlar, bildi qolajak. Va in kana la budda degan ja iloji bo'lmay tamoqli kuzimizga shunday allo pulli ko'rinib turgan holatda bo'lib qolib, luqaymatli kifoya qilmaydigan holatda bo'lib qolsa, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li sharabihi va sulusun li nafasihi. Ma hadis sahih birodar azizlar. Hadis zaifmiki, rivoyat qandagi deb o'ylab qolman, bu sahih. 3dan birini taom bilan to'ldirsin, 3dan birini ichimlik bilan to'ldirsin. Uning ichiga choy kiradi, suv kiradi, suyuq ichimliklar kiradi. Ay nafas elishga azroq yerni qoldirib qo'ysin degani. Sulus 3dan biri. Qo'saqni 3ga bo'lib. Endi qo'saqni qanday 3ga oriyimizda buni santirlab orish shart emas uni. Inson o'zi bilalaydi uni. Unda tamoq yegan vaqtda 3dan biri qoldimi, qolmadimi his qila olamiz. Alloh bizga his tuyg'uni berdi endi. Ma hadisda ham hadisshunos olimlar, hadis mutaxassislari bu tibbiyotning asosiy qismini tashkil qiladigan hadis deb shunday degan bu hadisni. Endi undan oldin o'qigan oyatimiz bu hadis tibbiyotning asosiy qismini tashkil topdi. Demakki, kasal bo'lishlik bo'lmaslik ko'proq yemak ichmaklik bilan munosabatli ekan birodar azizlar. Bu tan salomatning shunday muhimligidan hamma tilda birinchi tan salomatligimizni so'raymiz, to'g'rimi ya? Uyg'urcha qanday ahvollar yaxshi turibmi? Tan salomatlik yaxshimi deymiz. Alhamdulillah. Bir odamning beshig'i musibat yetgan bo'lsa, o tan salomatlari yaxshi ekan-ku, bo'ldi, alhamdulillah. Mashinasi voqeaga uchirib uzib qolgan bo'lsa, mashinasi parchalanib ketgan bo'lsa, bu tumur degan tepilidi. Tan salomatlari yaxshi ekan-ku, badanlardan qonlari cho'g'lab turibdi-ku deymiz. Tan salomatlikka shukr qilamiz. Va Turkiyada Saul qardoshim, Saul degani sog' bo'ling, tan salomatingiz yaxshi bo'lib ketsin degan gap duo. Arab tilidan kayfa sihha deb so'raymiz. Kayfal hal, kayfa sihha degani shu tan salomatingiz yaxshimi degan gapda bu shunday muhim holatgan. Endi shu doktorlikka borsak birodar azizlar, qon kasali bor, shakar kasali bor, har xil kasallik giribtor bo'lib doktorga borsa, shu doktor harakat qilib baqing, midilab biring, qiningiz aylansin, kechqurun tamoq yemang, tamoqni jaq yemang, parhez qiling deblar, tamoq yemaydiganlarni qilib qo'ydi. Tamoq bilan munosabatlikda. Mushu tibbiyotda jah kasallikni ya issiq mijozlikdan ya sovuq mijozlikdan tamoqni issiq mijoz, sovuq mijozga tengshab yetmaganligini kelib chiqishini deb deydi tibobatda. Endi bu oyatda shunday deb tursa, lekin bu tamoq har kuni mush og'zimiz yaxsham Alloh va lisanan va shafatayn bir til ikki lav yoritib ekan. İki lav birisi tigidan, birisi to'pidan yepitlam yema, ehtiyot qil, bo'ldi, yop darvozani deb tursam til chiqib yeyman deb turdi. Luqaymat kufay qilmay, loqmulni ilib changallab yigimiz keladi. Biz ham shunday, hammasi jamoat xuddi biz yemay silaydiganda gap emas, bu hammamiz ham uchun kunab qolgan ziyofatliga. Bizga o'xshagan sal kitob ko'rgan, kitobniki chang tuzog'ini hitlig'anlarni to'yga chiqib qo'yninga loq yerdan birib yigizib qo'yib keyin qaybasimini shunday bir suyuqash yetib pasi bir go'sht samay ham ba'zi o'sha kasalliga yog'li tomoqni akazi ko'ngli o'ynab ketadi. Shu bir quruq guruchni qaynatib suvga akib pasi deydi, shunda yayrab ichidi shuni. Chunki badani oshini ko'taradi birodar azizlar. Shuning uchun bu yeb ichish bilan munosabatli bo'lgandan keyin endi buni unda desa jaqish yomon ekan deb yemasak ham chataqkan, vitamin yetmaydi degan gap bor ekan. Tumur moddasi, u moddasi degan moddalarni tomoqdan olmasak boshqani og'lamaydi ekan uni. Yerimi ketganda molni yerimi ketdi. Nima keldik maqsud gapimizni unutib qoldik. Shuning bilan birodar azizlar,
Bu tamak mesele shunday masalanda hammamiz ham do'stixonada o'tiramiz. Tushlik tamoq, kechki tamoq, ertaganlik tamoq deb tamoqni yeymiz. Tamoqliga ko'ndik. Hamda vitamin ko'mir modellari to'liqlangan bo'ldi. Ha? Vitamin ko'mir modellari. Ha, maşallah, Allah razı olsun. Endi mana shu vitamin yetishmaydi deymiz. Shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni tanishib, bir sahoba kelib, "Ya Rasululloh, men har kun ro'za tutaman" desa, unimida. Siz Hazrati Davudning ro'zasini tuting dedi. Sum yawman va aftir yawman dedi. Bir kun tuting, bir kun tutmang dedi. Har kun tutsa, badan herib qolib, keyin ma'may mag'dur yo'qlab qolgan holati bor. Shuning uchun yemaslik ham chatoqkan, birodar azizlar. Jaq yeyishlik ham chatoqkan, hamda chora nimada desa, chora shu 3 dan birini nafas olishga qoldirishgan. Endi bizning millatimiz mehmondo'st, nafas olishga qo'ymaydi bizni. Bir mehmonga borsak, bir yerga qo'shnisi anglab qolsa, bizni o'rgan bir kelib bir tamoq yeb kelsalar, bir mehmon bo'lib kelsa deydi. Hozir tamoq yedik-sa, bizniki boshqa bir yeb kelsa deydi. Tatliq bo'libdi. Tangshalgan. Ma'qul deb kirib, azroq yeysizlar, yana bir qo'shni ya birodarimiz anglab qolib, bizni o'rgan bir mehmonga deydi. Shunda olib shu tamoqni 4-5 yeb yegandan keyin kechqurunlik tamoqni ziyofatlar atdeganga tamoq ziyofatli bo'lgandan keyin bu badan bechora badan nafas olishga, dam olishga vaqti yo'q. Oshqozon ya tili yo'q gapqilaydi desa. Shunda holatli bo'ldi ekanda. Endi men Turkiyada yaxshi odat bor mana. Tamoq yedingmi deb so'raydi-da. Bizdan so'rab berguchi urib ber degan gap bor-da. Shuni so'rab berishni biz ayib ko'ramiz. Turkiyada tamoq yedim desa, choy berdi bo'ldi. Tushlik tamoqqa kelamiz, kechqurun ham kelishib tamoqni. Kelishmagan, bizda kelishish yo'q. Bir o'g'il mehmon bo'lib kelsin desa bo'ldi. Qo'ynisi ham nima qilamiz? Shuni og'ir tamoqni yeymiz. Mana hammamiz shu yesh cho'nglidan anglasak, boshqalardan anglasak, agar hayotdan olmasang ta'lim, sana o'rgatilmas hech bir muallim degandek, hayotdan anglasak, birimizning iyog'iga, birimizning buyog'iga bir qanday nimamiz bor. Ashuni doktorga berib so'rasak, siz unday qildik ekansiz, bunday qilasiz, tamoq bilan munosabatlik yoki mangmaslik, tan salomatimizga foydali ishlarni qilmaslik bilan munosabatlik holat. Endi mana bugun ya tarovih o'qidik, o'rtirib o'qidik, ruku qilamiz, sajda qilamiz, bu nihoyatda bir ma'naviy bir chiniqish bo'lsa, ham badanimiz ham iftordan keyin bu yerda o'tirib qolgandan ko'ra, buni shunday qiyomul layl qilib, shunday o'tirganlik ham bu eng yaxshi Ramazonda bo'libmi? Bak maqbul holatlardan biri. Endi bu tan salomatlik, endi bu 15 minut vaqtimiz ham tugab bo'lsin. Men soat qaramabdiman. 2 minut yana davom etay, shuni to'xtataylik. Endi bu bak cho'ng mavzu, endi bu yerda bir 10-15-20 minut ichida buni deb bo'g'iladigan masala emas. Shuning uchun azroq dengizdan bir tomcha degandek bo'ldik. Endi men sizlarga birinchi o'zimga nasihatim shuki, yashi 40 dan oshqanlar. Endi yoshligi bir narsa demaydi. Yashi 40 dan oshqanlar tamoqqa qattiq ehtiyot qilmasak, doktorga ishimiz yaxshi tushib qoladigan ishlar bo'ldi ekan. Naga borsak, shu nima ajzona. Naga borsak, dorixona. Naga borsak, doktorxona, xususiy davlatniki. Texi kirgil bo'lmaydi, o'chrat va uzun turib kiradigan gapda nimishqa beshim og'rib qoldi, qo'sqim og'rib qoldi, yog'ib qoldi degan holatlar hammasi tamoq bilan munosabatli holatlar. Burun birodar azizlar, endi bu badan bilan munosabatli qismini aytdik, endi ma'naviy qismini ham deylik, shuni bilan tugataylik. Qur'onda 2 dona oyatda fi shifaun linnas degan yeri borda, birisi moddiy shifo, birisi ma'naviy shifo. Suratul Nahldagi moddiy shifoga asalni Janob Alloh asal harisga vahiy qilib, ularga ilhom berdiki, tog'lig'i chiqib, shu gul chechaklarniki eng chiroyli g'unchisini yeb, bandalarga bir chiroyli sap pokiz hasanni biringlarda buyruq qilingan oyatdan men uzun ma'nosini deb o'tdim. Oyat tafsili deglik fi shifaun linnas deglik uning shifo. Endi bu hasalda shifo ekan deb to'q qo'saqqa yoki har vaqt bir china hasanni ko'tarib ichaversak, yana chatoq chiqadi. Unan bir yeydigan vaqt va och qo'saqqa bir qo'shoq, yarim qo'shoq, unda qilin degan qonun qoidalar borda. Bir hadis va u hadisning darajasini bilmaymiz, sahihlik. Bir sahoba hasalda shifo vodisi hasan jaqroq yeb qo'yib qo'sq kesel tuzalmaydi ekanda. Ya Rasululloh, shu hasalni ichdim, lekin qornim qo'sqam tuzalmadi desa, sadaqalloh va kadaba batnuk. Allohning gibi to'g'ri, sening qo'sqan yolg'onchi. Chunki noto'g'ri yeb qo'ygan bo'lsa o'zining aybi. Fi shifaun linnas degan to'g'ri hasal, haqiqiy hasal bo'lsa. Endi ba'zilar mana bu oddiy marketlarning azan hasalni yeb qo'yib, shika aralashgan men hasal yedim, shifo topdim. Unda desak, u ham chataq. Shu haqiqiy pokiza, hech narsa aralashmagan pokiz hasalni topsak. Ikkinchi shifo nima ekan desa, Qur'on shifo insonlarga deydi, ma'naviy shifo. Burun Ibn Sina tibobat rivojlangan vaqtida mushu psixologiya, insonning psixologiyasini tekshiradigan doktor bor, psixiatr deydi ekan.
Aşında bölümlü bo'lmabdi ekanda bizning islom diyorida. Nima desa, mingiz qayib ketgandan bo'lmabdi ekanda. Chunki hammasi qadarga, Allohga ishongachga, qazo va qadarga ishongachga xotirjam yashab ekan, ochiqlab qolmay, g'azablanmay, obdan yashab ekan. Endi hozir shu ma'naviyatdan uzoqlashgandan keyin hamma odam stress deydigan-ku, Turkiya stress. Urush qilib chinablam turdi-da ochig'i kelib. Chunki mingisi qayib ketgan. Unda bir ag'ir-bas qadamni ko'ramiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah deb shu osmonda cho'g'lab bir narsa bo'lib ketsam, alhamdulillah deb qadarga ishinib, bak uni o'zini bizat bo'lib ketmaydi. Mush ishlarning hammasi maddiyatga jaq berilib ketganligidan bo'lgan ahvollar. Mana hozir mush doktorning bo'limlariga qarasalar, mush psixiatr bo'limida yomon ham qimmat, ham randevu olish yomon tas. Ulug'un bazıları hiç narsa yo'q. Aslida siz, paslida siz deb sizlar bildigan narsalarni yerdan bu yerdan aylantirib, cho'g'iltib deb baqadi, lekin natijada fi shifa'un linnas inson shu Qur'onga, ma'naviyatga, ilmga berilsa, qazo va qadarga yaxshilab ishonsa, bu dunyoning foniligiga yurakdan ishonsa, hech narsadan g'am yeb, bir tomoq tuzlab qapti, tuzlab qapti, qahva ko'pikli bo'libdi, ko'piksizlab deb ochiqlab qilish hojati yo'q, dunyo ekan, bu foni dunyo ekan deb asli shunda deymiz. Faqat shunda deyanmaganlikdan g'azablanib, ochiqlanib, nima qilib bir insonning ozroq bir xatosi o'tsa, qattiq shuni bir ranjitib, shunday holatlar zehnni, asabning buzilishidan bo'ldi ekan. Ki yana bir holat birodar azizlar, yaxshi uxlamaslik. Men tan salomatlik yeyish bilan ichish bilan munosabatli dedik. Yaxshi uxlamaganlikdan ham jah kasalliklar chiqadi ekan. Mushu xutbamdan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gap qilmabdi ekan, hech kim randuvan bermabdi ekanda, asosan hayotdan to'xtab demabdi ekanda, atdigan saqo bo'libdi ekan. Bu sahobalar, avliyo, asfiyalning ham holati. Jak avliyoning nimasini o'qisak, ular shu baldi yetib atdigan qo'pqan degan holat. Endi hozir internet dunyosida kechasi bilan uxlamay, kunduzi soat 12 gacha uxlab, va 12 dan qopib aram peshinni o'qisa, iftor vaqti yaqinlashgan, kun tugagan uchun ular kundan birkat yo'q, uyqudan birkat yo'q, uyqu yaxshi bo'lmagandan keyin asab joyiga tushmagandan keyin ochig'inib qo'yadigan holatda bo'ldi ekan. Shuning uchun uyqumizni yaxshilaydigan holatlarni keltirish uchun nima kerak bo'lsa shuni qilishimiz kerak ekan, minib turishimiz kerak ekan, sport bilan shug'ullanishimiz, tan tarbiya bilan shug'ullanishimiz kerak ekan. Hem manevi hem maddi uzuq alishimiz kerak ekan. Mana alhamdulillah bugun mana manevi uzuq alish uchun shuncha jamoat shu masjidga jam bo'libdi. Bizni hurmat qilib shu makonga, shu so'ringa, shu masjidga, shu ibodat qilinadigan joyga bizni da'vat qilib damollajim. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Aslida men qonmadim sizlarga. Shunday chiroyli qarab o'tsanglar bir 2 soat suhbat qilsak ham bo'ladi, lekin vaqt munosabati bor. Tarovih o'qishimiz kerak davomini. Shuning uchun gapimni mishagacha yakunlay. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Hammalar uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin.